Qaynonamni opalarini uyiga ketyapmiz. Nihoyat kechirim so'rashga tayyorman. Hi guys, salom yaxshilar. Kariz oilasida agar yosh bola 1 yoshga to'lganida nimalar qilish kerakligini shu videoda ko'rsatmoqchiman sizlarga. Shuni qilib chiroyli qilib bezatilar ekan, dasturxonga Koreyaning milliy taomlaridan qo'yib, tortni qo'yib va bu va hokazolar ipni qo'yilar ekan. Ip qo'yishdan maqsad bu bolaning umri uzoq bo'lsin deb ip qo'yilar ekan. Shunaqa chiroyli qilib bezatilar ekan. 생일 축하합니다. 사랑하는 덕후. Asosli butun qarindoshlarni chaqirish kerak edi, lekin mening erim armiyada bo'lganligi uchun qaynonam sal noqulay bo'ldilar. Shuning uchun faqat o'zimiz nishonlab qo'ya qoldik. Oldiga shunaqa har xil narsalar qo'yar ekanda, yosh bolaga tanlashtirar ekan. Bu degani kelajakdagi kasbini aniqlab beradi degani ekan. O'g'limga 2-3 martalab qo'yganimizda ham faqat shu to'pchani tanladi. Qaynonamga yoqmadi bu to'pni tanlagani. Shuning uchun to'pni olib tashlab qolgan narsalarni qo'yganda xuddi shu katta monetaga o'xshaydigan narsani tanladi. Bu degani katta bo'lsa yo prokuror yoki prezident bo'ladi degan ekan. Endi oxirgi marta hamma narsani qo'yib bersak yana shu to'pni tanladi. Bu esa Koreyaning kultok degan narsasi juda ham mazali ekan, ichida asal va kunjut. Dasturxonga qo'yilgan narsalarni ulashish uchun qaynonamning opasini uyiga chiqib keldik.